Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Aziz yurtdoshlar, xudo xohlasa biz navbatdagi bir fayzli xonadonga chiroyli qilib, shu zakaz qilingan, buyurtma qilingan ishlarini bitkazib tugatdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring. Bu o'rnatgan uzum tokimiz va mana perilalarimiz, rishotkalarimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Va albatta shunaqangi uzum tok va mana shu zinalariga polni rishotkalar qo'ydirish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli yurtdoshlar. Albatta chiroyli qilib kelishilgan holda O'zbekistonda aytilgan manzilga zakaz qilinsa, tayyorlab olib borib ustanovkalarini qilib beraveramiz. Va videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan ishlarimiz bo'yicha aziz yurtdoshlar, chiroyli qilib to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu mana uzum tokimiz. Razmeridan boshlasak, razmeri eniga 780, uzunasiga 12,5 metr razmerda bo'ldi. Bu uzum tokimiz profildan bo'ldi aziz yurtdoshlar. Kvadrat metrini 220 ming so'mdan olib kelib o'rnashtirib berdik. Mana juda ham chiroyli holatda chiqdi va 3x3 profilda bo'ldi. Mana shu asosiy firmalari 3x3 profilda va orasi 1,25 sm-danga tushgan. Hurmatli yurtdoshlar, oralariga mana shu esgullarni qo'yib, juda ham chiroyli holatda qilib mana yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Uzum tokimizni bitirganmiz. Mana ustunlari 8 ga 8lik profilda bo'lgan. Taglariga shu 1 metr qismiga chiroyli qilib ashifkalarni qilib, kashak gullarini ham shu bagatilaridan chiroyli qilib qo'yib ishlab berganmiz. Va tepa qismiga hurmatli yurtdoshlar, albatta 3x2 profilda 1,5lik stenalisidan har 50 sm ga tortib chiqqanmiz. Bemalol bu uzum tokimizga uzum chiqib mevasidan foydalanish ham mumkin va tunikaga tayyor qilib mana setkalarigacha tortib qo'ydik. Ustiga falgami yoki bir stiklavatami tortib, bemalol shunday tunika qotirib olsa ham tayyor naves holatga tayyorlab qo'ydik. Va mana perilalarni, rishotkalarini ko'rib o'tishlaring mumkin. Bu ham high-tech variantda juda ham bir chiroyli holatda chiqdi. Albatta buni metri, hurmatli yurtdoshlar, 1 kvadrat metri 600 ming so'mdan tayyorlab berdik. Bu rishotkamiz Общий metri 27 metr razmerda bo'ldi. Mana bu ham juda ham bir o'zgacha variantda chiqdi. Yangi dizayndagi, stildagi high-tech rishotkalarimiz. Mana bu yoqlariga ham chiroyli qilib tayyorlaganmiz. Mana shu общий razmeri hamma zinalardagi aziz yurtdoshlar 27 metr razmerda bo'ldi. Bu ham shu 1,5 ga 1,5lik profilda 1,5lik stenalisidan qilib, tepalariga mana ushlagichlari 6 ga 4lik, stoykalari 6 ga 6lik qilib, mana shu soqachalarini, mana beldamchilarini tillorangga bo'yab, ideal holatda qilib ishladik. Mana juda ham bir chiroyli, bagati holatda chiqdi. Aziz yurtdoshlar, albatta shunaqangi sifatli xonadonlarga ish qildirish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, chiroyli qilib zakaz bo'yicha tayyorlab beraveramiz. Bu общий mana shu rishotkamiz, tepadagi uzum tokimiz hammasi birga bo'lib, shu 34 million 500 ming so'mga dostavkasi, materiali, xizmat haqi, skraskasi olib kelib, polni o'rnatib berish hamma yo'q ichida 34 million 500 ming so'mga tushdi. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Yo'qsa bittadan like bosib, kommentariyada o'zlaringni bir qiziqtirgan savollarni bemalol qoldirib o'taverasizlar. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.